kasbi mo'tabar ey qadri ulug', madhingni kuylaymiz takror va takror. Fidoyilik bilan yuzlaring yorug', ey sen mehri malham aziz shifokor. Ey kasbi mo'tabar ey qadri ulug', madhingni kuylaymiz takror va takror. Fidoyilik bilan yuzlaring yorug', ey sen mehri malham aziz shifokor. Mardlikdir el uchun xatarga bormoq, ko'rinmas yov bilan jangdasan shu tob. Sen og'riq jonlarga darmon bo'lgan choq, savoblar yog'ilar ko'kdan behisob. Azizim shifokor, ey joni halak, sen borki sog'lik bor, shudir ko'rkuzi. Ko'ksingda hamisha bezovta yurak, bedor urib turar vatan deb, xalq deb. Kimningdir qizisan, kimgadir ona, lek vaqting yetmaydi ularga oil. Asta yuraklarga har dam parvona, ey hamshira opa, hamshira singil, joning ayamaysan, berasan bori, mehring malham bo'lib dardlarga yetsin. Kimlargadir oddiy shifo berkaring, bilmaganlar bilib qadriga yetsin. Azizim shifokor, ey joni halak, sen borki sog'lik bor, shudir ko'rkuzi. Ko'ksingda hamisha bezovta yurak, bedor urib turar vatan deb, xalq deb. Farqi yo'qdir aslo kunduzmi kecha. Assalomu alaykum, hurmatli ustoz xatgohining direktori Habibulla Qarshiyev. Qanday, sog'liqlaringiz yaxshimi? Kayfiyatlar yaxshimi? Yaxshi dam oldingizmi? Yaxshi, o'zlaringiz yaxshi dam olyapsizmi? Allohga shukr, biz juda ajoyib dam olyapmiz. Mana kelganimizga bugun 6 kun bo'ldi. 6 kun davomida juda ko'p davolanish turlaridan olyapmiz. Barchasi juda ajoyib. Kechga borib dam olishlar bo'lyapti, konsertlar qo'yib beryapti. Kechagi kunda sirk keldi, biz undan katta taassurotlar oldik va yana ovqatlanish tartibini yana bir maqtab qo'ysam bo'ladi. Bizga taomnomalar juda ma'qul kelyapti. Barchasi kaloriyali. Biz juda ham xursandmiz, mamnunmiz. Ana endi o'zingiz ham sihatgoh haqida bir gapirib bersangiz. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bizning sanatoriyamizda 72 nafar xodim ishlaydi. Shundan 24 nafari meditsina xodimlari, ya'ni sizlarni davolovchi shifokorlar, hamshiralar.
bizlar hozirgi sharoitda 2025-yilda ta'til o'qituvchilarning ta'til olishiga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Hozirgi kundagi mobaynida o'qituvchilar ta'tilga chiqish jarayonida turibdi. Shu bo'yicha tayyorgarlik ko'ryapmiz. To shu ta'til tugagunga qadar ko'proq o'qituvchilarning joylashtirib, ko'proq dam oldirib, yaxshi maroqli dam oldirish uchun tayyorgarlik ko'ryapmiz. Barakalla, yashang. Bizning sanatoriyamizda 24 xildan ziyod litsenziyali muolajalar bor. Yildan yilga, kundan kunga ko'paytirib boryapmiz. Hammasi shu o'qituvchilarimiz uchun. Ko'rdik, albatta ko'rdik. Biz buni isbotini ko'rdik, xonalarga kirdik. Haqiqatan yangi muolaja turlari kelibdi. Bizlar o'sha muolaja turlaridan foydalanyapmiz va bizni sog'ligimiz yanada tiklanib boryapti. Va yana maqtovli yana bir narsani aytishim kerakki, manzarali daraxtlar, gullar, bog'lar, sun'iy qildirilgan ko'l va uning ichidagi chiroyli baliqchalar, mini stadion ham bor ekan. Barchasi bizni juda mamnun etyapti. Sizlarga, sizning jamoangizga kattadan katta rahmat. Sizlar juda ham ahil ekansiz. Barcha kelgan, davolanishga kelganlarni mamnun etib, davo topishida kattadan katta xizmat ko'rsatyapsiz. Sizlarni ishlaringizga kattadan katta omad tilayman. Ustoz sanatoriyning hamshiralari, medbratlari mana bular katta xizmat qilyapti sanatoriyamiz uchun. Sanatoriyamiz gullab-yashnash uchun hammasini qo'ldan har xil davolash muolajalari keladi. Ular zo'r qilib davolab kasallarni, bemorlarni. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Ustoz sanatoriyasida dam olyapsizlar. Dam olish yaxshi bo'lyaptimi? Muolajalar yaxshi bo'lyaptimi? Xudoga shukr. Kelganimga 8 kun bo'ldi. Oyoqlarim og'rib, buyraklarim og'rib keluvdi. Mana 8 kundan beri yaxshi, doktorlari ham yaxshi, muolajasi ham yaxshi. Yaxshi dam olyapman. Ustoz sanatoriyasi zo'r, yaxshi. Kelingizlar, dam olinglar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Ustoz sanatoriyasiga keldik. Sharoitlari ham yaxshi ekan, tayyorgarlik javob berayotgan. Mana shu hassa bilan yuraydim. Xudoga shukr, mana hassani ham tashladi. Muolajalari ham yaxshi. O'z vaqtida doktorlar ham sog' bo'lsin, vaqtimizga hamisha she'rlarga kelaylik. Yaxshi. Dam olishlar ham zo'r, sharoitlar ham zo'r. Hamma sharoitlari zo'r. Ustoz sanatoriyasi zo'r ekan. Hamisha sog' bo'lsin, baxtimizga salomat bo'lsin. Kattaqo'rg'on tumanidan kelganman. Oydinisi Hamrayeva, yoshim 75da. O'zbekiston xalq o'qituvchisiman, 43 faoliyatga egaman. Men bu sahatgohga kelganimning asosiy sababi yurak xastaligi, yurak yetishmovchiligi, hansirash. Shu bo'yicha kelgandim. Allohga beadab shukrlarki, mana 6 kunning ichida o'zi yurishim, toliqishim, hansirashim me'yoriga tushib qoldi. Bu yerda mana shu Habibullajon boshchiligidagi anima ish jamoaga men ta'zim qilaman. Habibullajon o'zini ishini ustasi ekan. Men ertalab kuzatgan vaqtimda soat 6:30-7da kelib hamma joyda tekshirib chiqadi, ko'rib chiqadi. Qayerda rahbar oqil, dono bo'lsa, o'sha yerda ish zo'r bo'ladi. Ishda natijasi yaxshi bo'ladi. Men hamma vatandoshlarimga, mahalladoshlarimga, yurtdoshlarimga, azizlarimga mana shu sihatgohga kelib, ustoz sihatgohga kelib dam olishiga taklif qilaman. Bu yerda masalan har bir muolajani o'z vaqtida qo'yilishi, toza ozodaligi, hammasi oshxonada beriladigan nima edi, ovqatlarning hammasi me'yorida. Buni asosiy sababi, asosiy negizi rahbarning qo'lida deb bilaman. Men yana bir bor ta'zim qilaman men bu yerda ishlaydigan jamoaga. Omad tilayman. Allohning barokati yog'ilsin iloyim. Mana shu jamoada ishlaydigan barcha ishchi xodimlarning umri uzoq bo'lsin. Ilohim nima niyatda yurgan bo'lsa niyatlariga yetsin.
qadimgilar aytadiki, xalqing uchun xizmat qilgin sira kuymaydi, eling xalqing seni sira tildan qo'ymaydi. Ana shunday darvoqe shunday ekan, hormang ustoz sihatgohga ishlovchi jamoa, hormang. Men hammangizga ta'zim qilaman. Hammani shu yerga kelib dam olishiga chaqiraman.